Ayoli namoz o'qiydimi, yo'qmi bilmaydi erkak. Bomdodda turadimi, turmaydimi bilmaydi. Bomdod vaqtida turadi, lekin namozini o'qimaydi, ish ko'p. Mana shu holat bor. Birodar, ertaga mana shuning uchun javob berasiz. Alloh sizni baquvvat qilib qo'ydi, oila rahbari qilib qo'ydi. Sizga Alloh mas'uliyatni berdi, sizga Alloh barakani berdi. To'g'rimi? Berdi. Ertaga ayollarimizni ibodatlari uchun biz so'ralamiz. Nafaqat ibodatlari, gunohlari uchun ham biz so'ralamiz. Ayolimiz savob namoz o'qidi, ihson berdi, yaxshilik qildi, g'iybat qilmadi, yaxshilikka dalolat qildi, zikr qildi. Ayol kishi qancha savob oladigan bo'lsa, uning erkagi, uning sherigi ham xuddi shuncha savobga doxil bo'ladi. Ayolimiz bugun tahajjudni o'qidi, 1000 ta zikr aytdi, 10 ta salovat aytdi, qo'shniga bir qosa ovqat chiqardi. Demak, mana shu tarbiyani biz unga berganmiz va mana shu sharoitni yaratib berganmiz. O'zi qancha savobga doxil bo'lsa, biz ham xuddi shuncha savobga doxil bo'lamiz. Lekin buni aksi ham bor.